Assalomu alaykum, hurmatli chorvador akalar, hurmatli Azbek qadri baland, qadrli obunachilar. Xudo xolasa aka-ukalar yaxshi niyat bilan bugun ishdan charchab kelgan aka-ukalarimiz bo'lsa, xudo xolasa bugun yaxshi niyat bilan ijtimoiy tarmoqlarda buqani arzon, hamyonbop, hamma bopidan chiqsa olaman degan akalarimiz. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib, maksimalni kuzatib borasiz. Bugun inshaalloh arzonchi Akmal akamizdan yangi partiyalarni qarshi oldik akalar. O'tgan safar video qo'ydik, undan oldingi safar video qo'ydik. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh yarim soat, 1 soatga qolmasdan buqalarni egalariga yetkazib berdik. Akalar, xudo xolasa yaxshilab joylashib olasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, Saroy qishlog'ida Akmaljon akamiz xonadonlaridamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Azbek. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum Azbek. Juda ashaddiy muxlislari. Bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Mollat o'ta darin bo'lib ketdi. Bugungi aka xudo xolasa soni ham ko'payib qopti. Ha, xudo xolasa 15 taga yaqin molimiz bor Azbek. Tanlab olishaveradi, o'tirib. Tanlab olishaveradi. Aka bularni yemoq-ichmoqlarni. Yemoq-ichmog'ida muammo yo'q. Bir haftasini olishaveradi. Dastlabkasi. Dastlabkasi vodiy bo'ylab o'ylashmasin. Tog'da yog'iga kelishamiz. Soniga qarab kelishib borilaveradi. Kelishamiz. Hop, qaysi tarafdan boshlaymiz Bash kichkinasidan. Puli yengillar. Puli yengilidan. Mashalloh. Mana akalar, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qo'ng'ir shvedlargina olib boqaman degan aka-ukalarimizga. Kalla boshini qarang. Bo'ylari necha aka buni? Bo'ylari 90 plyusga olishsin. Shu ekana. Ha, yeksinasi. Mana savlati ham yaxshi. Yoshligina aka-ukalar 3 oylikka olaverasiz. Xudo xolasa 3 oylik chiqib qoladi. Ha, 3 oylik. Yo'q. Bittani o'zini boshida aytib qo'yaman akalar. Mana molimizni, buni oldi turgan joylari juda past ekan. Shunga ham yaxshi ahamiyat berib qo'yasizlar. Buni asfaltdan juda past. O'tkazib berapsiz, to'g'rimi? Azbek. Mana buni 12,5, 12 yo'q. 11 million 900 ming so'mga xayr sunnatini qilib beraman. 11 million 900. Novosa? Ha, ama so'ramaysiz. 11 million 900 mingga o'z so'raydigan holati ham qolmadi-yu. Mana shu bittasini. Yebicharni qancha garantya berasiz? Bir haftasini olishaveradi. Bu ham ketaveradi, ha? Mashalloh. Keyingisi qani? Mana bu ikkitasi. Olapakkilarida mana shved, qo'ng'ir shvedning olapakisi, xudo xolasa sariq. Oyoqlari ham oyoq qo'l. Mana juda past ekan bu joy. Ha, bu asfaltdan chapas. Endi sekin. Bular xudo xolasa aka metringiz yo'qmi? Metr yozilgan peshiningizga. Mana yoshaylar. Molni metrda sotmaymiz Azbek. Ko'raverasiz, xudo xolasa. Juda past ekan bu joyimiz. Azbek bo'ylari bir chiqayapti 95 plyusga olishsin. Metrlar sotmaymiz, u molni. Mana shu ikkovi juda chiroyli ekan, aka-ukalar. Xudo xolasa bir chinqaldan tavsiya qilib ketamiz. Yaxshi kelajagi bor narsalar ekan. Jupiga qo'yasizmi buni? Jupiga Azbek. Nech pul deysiz bu ikkovini? 14, 13,5 yo'q. Hop. 13 million 200 mingdan bo'lsa bir joyga. 12,5 milliondan ursanmisiz? Ha? Bu da juda bachcha. Savdo qilyapman. Qo'shishadi. Sunnatmi? O'zlariga o'tib beraman Azbek. Nech pul qilib berasiz? O'zlariga chiroyli qilib o'tib beraman. Mashina o'tib bering aka, chiroyli qilib. 13 million 200 mingdan ikkalasini bir joyga bo'lsa. 13 million 200 ming. Nech puldan berasiz aka? Ikkalasini bir joyga 13 milliondan olishsin. Kamini O'zlariga qilib beraman. barakasini bersin. Mana aka-ukalar, 13 million so'mdan kami ko'p. Telefon qilaverasizlar inshaalloh. Keyingisiga yiriklashib boraveramiz, ha? 5 tasini bir joyga qo'yamiz Azbek. Bo'ldi. Mana bu birinchisi. Hop. Mana bu ikkinchisi. Mana bu uchinchisi. Valloh, belida palassasi borlari, ha? Mana bu to'rtinchisi. Pilosos ekan, bir 10 tona ovoz bo'lsa, 10 tona ichida bitta pilososi bo'ladi. Ha, bu mana akalar, Azbek buni molni yemagan nushqitini berishsin, yemasa agar qaytib berishaveradi. Xudo xolasa badani ham juda go'sht yo'nalishiga semiz ekan. Mana bu 5-inchisi Azbek. Nechtasi? 5 tasimi? 5 tasi bir joyga. 5-inchisi nechinchi? Bo'yvaslari ham holatlar orqa, xudo xolasa mana sonlariga bitta chiroyli ahamiyat berib qo'ying mana. Tashqariga chiqqandagi holati. Yaxshi, tuyoqlarni qarang, istagan tuyoq. Bularni yosh oyligi bir 7-8 oylik atrofida. Shunaqa Azbek buzov hammasi. Hali buzov. Qani orqasi ham juda tekisni ovoz ekan mana shu ham. Hay jonim sog' bo'ling. Aka-ukalar, ko'ngilda bo'lmay telefon qilaverasizlar. Alohida yedirib, ishtirib, yugurib, yugurtirib, xotirjam video syomkasini video qilib beramiz o'zlariga. Mana bu yoqdi deysa, yoqtirishsa bo'ldi, ish bitadi. yoqtirishsa bo'ldi, ishni bitiramiz. Maşallah. Mana aka-ukalar.
Kalla boshlari ham yaxshi. Necha bo'ylari? Boylari biri 10 plus Azbek, biri 10 ga alışsın. Aha. Aka-ukalar mana 5 sm asfaltdan haligiga chatoganni. Lekin yaxshi tarafi molni, realni borgandan keyin yanada katta ko'rinadi. Biri 10 chiqayapti Azbek, biri 10 plus. Orani bitta ochib beringchi, bir zarda qilib. Ha. Surib beraveringchi. Ay joning sog' bo'ling. Mana. Ana shu ham zo'r ekan, ha. Mol olishni bilmasang qarg'ilo deydi. Oq to'pshuq, oq quloq. Mabodo 5 tasini ichidan sug'urmay oldim desa, dastlabkasi qaygacha bo'ladi? Dastlabkasini o'ylashmasin. Yo, qaygacha o'ylashmasin. Samarqandgacha qilib beraman. 5 tasini bir joyga oldim deyishsa. Hech bo'ladi. Keyin xudo xolasa hamma narsa narxida. Azbek 5 tasini bir yerga. 16,5, 16 yo'q, 15 million 800 dan 5 tasi bir yerga ketaveradi. 15 million 800 dan nima yoki yengilroq ayting. Bo'ladigan sen narsani Azbek 16, 16,5 deganim yo'q. 15 million 800 dan bir joyga. 15,5 dan bir joyga qo'yasiz, 15 million 800 mingdan o'zingiz olib tanlab olishadi. Nima deysiz? Ketdimi aka? Barakasini bersin. Aka-ukalar, xudo xolasa mana inshaalloh mana 5 tasi bir joyga. Endi akalar keyingi partiyamizga xudo xolasa, keyingi partiyamizga nechta aka? 5 dona Azbek Besh dona. keyingisiga. Bitta qo'yamiz Azbek. Ha, 5 tasi ha. Mana birinchisi. Sirlari mana. Mana ayiq polvonlari. Hop. Mana bu ikkinchisi. Biza go'shinasi yaxshigina. Mana. Mana uni ko'ring, hali endi buzoq. Alpam shu. Uchinchisi. Asali. Mana bu to'rtinchisi. Mana aka-ukalar, qitmirlarni boqaman diyagalarimizni. Mana bu beshinchisi. Bo'ylar Besh. necha aka? Bo'ylari bir xil narigi bilan Azbek, biri 10. Nechinchi? Monasini. Ha, nechinchi? Bo'ylari pashti bir xil ha? Ha, bir xil. Ozgina badanida farqi bo'ladi. Endi mol bilan molni farqi bor-da Azbek. Mana joning sog' bo'ling. Mana aka-ukalar. Oyoq qo'llari xudo xolasa badanini bitta chiroylarini berib turasizlar. Yaxshi holatda oldi, bahmaqalarini qarang. Hay joning sog' bo'ling. Mana. Beshovga tushmaganda bular. Arqon ko'rmagan dalani vajigan. Dalani vaji. Hop, beydavring. Qani? Mana aka-ukalar. Bash oqdi ham echinchi. Tashqariga chiqqandagi holatini aka-ukalar ko'rsatib qo'yiladi. Videomiz sekin cho'ziladi, lekin bu sizlarning foydalaringizga shtobi. Xotirjam ko'rib, tanlab, imkoniyat qilib, mana joning sog' bo'lsin. Oh, mashalloh. Ana bo'lmasam. Aka-ukalar kalla boshlariga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Bo'ldi. Ehtiyot bo'lsin. 5 ta bo'ldimi? 5 ta. Ben orani ocharingchi, yopishyapti mashina. Hop, bunisini ham suring. 5 tasini pulini aytingchi. 5 tasi Azbek. 17, 16,5 yo'q. Aha, yaqin qilib ayting aka. So'ramaysiz. Bitta ishda 16 million 300 mingdan 5 tasini bir joyga bo'lsa, tanlab olishga 16 million 300 mi? bir joyga 16 million 300 dan bo'lsa bor ekan. Yakkalabgachi? Yakkalabga pilosi bor. 16,5 mi? 16,5. 16,5 mi? Kami ko'pmi? Kami bor. Hayır, o'zlariga hayron qilib beraman. Ish bitadimi aka? Ishni bitiramiz. Barakasini bersin gap yo'q. Mana aka-ukalar, xudo xolasa qaysi biri ma'qul tushadigan bo'lsa, inshaalloh mana shu pastdagi mana shu nomerlar sizlar uchun mana. Xudo xolasa qaysi biri stroy qilsa bo'ldi. 24 ga yetdi aka, xudo xolasa kechqurun uni aka birga ham qaramay telefon qilishaversin. 24 ga yetdi. Telefon qilishaversin. Musofirdagi akalarimiz. Bemalol Azbek. Hurmatli aka-ukalar, Azbek o'z kanalidan ko'rdim desangiz, xayr kami bonusi bor. Hammani chorvasiga Alloh barakasini bersin, like bosib qo'yasizlar.